Taravih aralığında o'qiydigan tasbih hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Taravih namozini 4 rakat o'qib bo'lgandan keyin o'qiladigan tasbih, ya'ni Subhanal Malikil Quddus, Subhanazil mulki val malakut, Subhanazil izzati val azamatini butkul jamoat yuqori ovozda 3 qatim o'qish bid'atmi yoki to'g'rimi? Buni o'qigan afzalmi yoki o'qimaganmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Taravih namozi har 4 rakatda bir aram elib o'qiladi. Taravih degan so'zning ma'nosimi aram elishdan kelgan. Bundaq aram elish mustahab ishdir. Bu arliqda tasbih aytsimi, yolg'iz turib namoz o'qisimi, Qur'on o'qisimi, jim o'ltirsimi bo'ladi. Çay pay içip dam alsımı boludu. Vaz nasihat qilsimi, birer kitapdan jamoatga o'qib bersimi boludu. Masjidi haramda bo'lsa, Ka'bani tavob qilsimi boludu. Siz degan tasbih aytish usulini 4 rakat taravihdan keyin o'qish sunnat degili bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning unda qilganligi bizga yetib kelmagan. Lekin vitr namozidan keyin shundaq tasbih aytish to'g'risida hadis kelgan. Abdurrahman ibn Abza radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda kelishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vitr namozida Sabbihisma robbikal a'la va Qul ya ayyuhal kafirun va Qul huvallohu ahadni o'qiydi. Salom bergandan keyin Subhanal Malikul Quddus deb 3 qatim deydi. 3-qatimda ovozini so'zib deydi. Yana ba'zi rivoyatlarda 3-qatimda ovozini yuqori ko'tarib so'zidi deb kelgan. Yana ba'zi rivoyatlarda Rabbul malaikati va ruh degan ibora ziyoda kelgan. Yana ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruku va sajdada Subbuhun Quddusun Rabbul malaikati va ruh deydi. Bu hadis yuqorqi holatlarda mushundaq tasbih aytishning sunnat mustahabligini ko'rsatadi. Ammo taravih namozining har 4 rakat aralığida mushu ibora bilan tasbih aytishning o'zi bo'lsa sunnat emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni taravihning 4 rakat aralığida demagan. Shundaqla bu bid'atmi emas, balki joiz ham mustahabdir. Chunki taravih namozining aralığida biz har qanday ibora bilan tasbih yoki zikr qilsak joiz ham mustahab bo'ladi. Bu xil shaklda tasbih aytsaqmi joiz ham mustahab bo'ladi. Albatta. Chunki bu har qanday ahvolda zikr tasbih aytishga buyurib kelgan oyat hadislarning mazmuniga mos keladi. Lekin buni sunnat deb atib olmasaqda bo'ldi. Imom Kasani aytadi. Taravih namozining mustahablaridan yana imom har 4 rakatni o'qib bo'lganida 4 rakat miqdori o'ltirib tasbih, tahlil, takbir va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud aytib duo qiladi. 5-4 rakatdan keyinmi 4 rakat miqdori kutib turadi. Chunki bu salaflardan kelgan. Salaflarimizdan Makka ahli har 4 rakat taravih namozi aralığida Ka'bani 7 qatim tavob qilgan. Madina ahli bo'lsa har 4 rakat taravih namozi aralığida 4 rakatdan namoz o'qib olgan. Bular hammasi salafning ishidir. Diyorimizda Makkadagi Haram masjidi yoki Madinadagi payg'ambar masjidi bo'lmagandan keyin savobi ko'p ishlardan tasbih aytishni tanlagan. Tasbih aytishni ya hadisda yoki salafning biror so'zida cheklagan yeri yo'q. İmam Akmaluddin Babardi aytadi. 2 haram aholisi arliqda o'ltirmaydi. Chunki Makka aholisi har 4 rakat arliqidagi aram elishda 7 qatim tavob qilib oladi. Madina aholisi uning o'rniga 4 rakat nafil namoz o'qib oladi. Har yurtning aholisi bu arliqda tasbih aytamdi, tahlil aytamdi yoki jim o'ltirib saqlamdi ixtiyori. Bu tasbihning mazmuni intayin mo'l va esil. Shunga biz o'zimiz paydo qilgan tasbih iboralaridan afzal deyishga bo'ladi. Bu tasbihni yuqori ovozda desin yoki ko'pchilik birlikda desin, hammasi joiz ish. Chunki tasbih aytganda cho'qim ichingda deyishing kerak yoki yolg'iz deyishing kerak deydigan biror cheklama yo'q. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Haqiqatan Allohning yo'llarida aylanib yuradigan farishtalari bor. Ular zikr ahlini izlashadi. Ular Allohga zikr aytayotgan biror qavmni uchirtib qolsa bir-birini "Tiz bu yoqqa kelinglar, izdiganinglar tepildi" deb chaqirishib, ularni birinchi osmonga qadar qanotlari bilan o'rib olishadi. Ularning Parvardigori ulardan obdan biladigan turuqliq ulardan. "Bandalarim nima deyishyotidi?" deb so'raydi. Farishtalar
Ular sana tasbih aytıvatıdı, takbir aytıvatıdı, hamda aytıvatıdı, seni ulug'lavatıdı deb javob berdi. Ular meni ko'rib tikanmi? Yo'q, Alloh bilan qasamki, ular seni ko'rib boqmagan. Navoda ular meni ko'rgan bo'lsa, qandoq zikr aytib ketar edi? Navoda ular seni ko'rgan bo'lsa, sana texmo qattiq ibodat qilgan bo'ladi. Seni texmo qattiq ulug'lab, hamda sana aytib, sana texmo ko'p tasbih aytgan bo'ladi. Undaqda ular mendan nima so'rashyapti? Sendan jannatni so'rashyapti. Ular uni ko'rib tikanmi? Yo'q, Alloh bilan qasamki, ey Rabbimiz, ular uni ko'rib boqmagan. Navoda ular uni ko'rgan bo'lsa, qandoq zikr aytib ketar edi? Navoda ular uni ko'rgan bo'lsa, uningga texmo herisman bo'lgan bo'ladi. Texmo qattiq tiligan bo'ladi va uningga texmo qattiq xushtar bo'ladi. Undaqda ular nimadan panoh tilishyapti? Do'zaxdan. Ular uni ko'rib tikanmi? Yo'q. Alloh bilan qasamki, ey Rabbimiz, ular uni ko'rib boqmagan. Navoda ular uni ko'rgan bo'lsa, qandoq zikr aytib ketar edi? Navoda ular uni ko'rgan bo'lsa, do'zaxdan texmo bay qochgan bo'ladi. Uningdan texmo qattiq qo'rqgan bo'ladi. Undaq bo'lsa, men sizlarni guvoh qilamanki, men ularni mag'firat qilyaptim. Farishtalardan biri. Ularning ichida gunohkor palonimi bor. U ulardan emas, u bir ish uchun kelib ularga qo'shilib qolgan deydi. Parvardigor. Ular bir so'rinda o'ltirganlardir. Ular bilan birga o'ltirgan kishi ularning izzati uchun baxtsizlikka yo'liqmaydi deydi. Vallahu a'lamu bis-savab. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 2-tom. 112 numurliq fatvo.